Tezkor xabarlar uchun rahmat Mirzolim. Davom etamiz. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, ayni kunlarda yosh kitobxon oila tanlovining hududiy bosqichlari butun respublika bo'ylab qizg'in davom etmoqda. Tuman va shahar bosqichlarida g'olib chiqqan oilalar hududiy bosqichda ikkita shart bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Muxbirimiz Muhammad Sidiq Usmonov tanlovining Farg'ona viloyati bosqichi jarayonlaridan xabar qiladi. Farg'ona shahrida joylashgan viloyat axborot kutubxona markazida yosh kitobxon oila tanlovining Farg'ona viloyat bosqichi o'tkazildi. Ma'lumot uchun mazkur tanlovda viloyatda 2024-yilning o'zida 10 mingdan ortiq yosh oila qatnashgan bo'lsa, joriy yilda unda ishtirok etish uchun onlayn platforma orqali 11485 ta yosh oilalar ro'yxatdan o'tdi. Ushbu tanlovda Farg'ona viloyatida 12 mingga yaqin oilalar ushbu ko'rik tanlovda ishtirok etish niyatini bildirib, ro'yxatdan o'tgan holatda birinchi bosqichda bellashdilar hamda yuqori ball to'plagan oilalarimiz viloyat bosqichiga yetib keldilar. Ushbu bosqichda Farg'ona viloyatidagi mavjud 19 ta tuman shaharlardan birinchi bosqichda eng yuqori ball to'plagan 19 nafar oilamiz bugun Farg'ona viloyatida o'zining kitobxon oila ekanliklarini yana bir bor isbotlagan holatda bellashmoqdalar. Bugungi tanlov jarayonimiz 2 shart asosida bo'lib o'tmoqda. Ushbu 2 shart mobaynida faxrli o'rinni qo'lga keltirib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadigan yosh kitobxon oilalarimizga Farg'ona viloyati yoshlar ishlari boshqarmasi nomidan omad va zafarlar tilab qolamiz. Chindan ham yosh kitobxon oila tanlovi yosh oilalarda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, har bir oila a'zosini kitob mutolaasiga keng jalb etish, ular o'rtasida o'zaro mehr-oqibat, odob-axloq fazilatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayni dam joylarda o'tkazilayotgan mazkur tanlovning hududiy bosqichi 2 shart, ya'ni badiiy asarlar bilimdoni hamda tezkor savol-javob kabi yo'nalishlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ushbu jarayonlarda farg'onalik yosh kitobxon oilalar ham o'z faolligini namoyon etdi. Yosh kitobxon oila ko'rik tanlovida ham bu yil biz ikkinchi bor qatnashishimiz. O'tgan yili shu viloyat bo'yicha birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanma oldik. Endi biroz omad yetishmadi, faxrli o'rin olish nasib qilmadi. Bu yil xudo xolasa tayyorgarliklar yaxshi bo'lgan, shu yaxshi o'rinlarni olib, respublikada shu Farg'onamiz nomini munosib himoya qilib, birinchi o'rinni egallab, shu prezidentimiz tomonidan shu yoshlarga berilgan shu BYD mashinasini yutish niyatimiz bor. Keskin va murosasiz kechgan mutolaa sevarlar bellashuvining yakuniy natijalariga ko'ra Qo'qon shahrida yashovchi To'lqinovlar oilasi birinchi o'rinni band etib, tanlovning respublika bosqichida ikkinchi bor ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, yosh kitobxon oila tanlovining yakuniy bosqichi g'oliblari prezidentimiz tomonidan qo'yilgan bosh sovrin BYD elektromobilini qo'lga kiritadi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.